Bugungi soğuqsay o'xshamagan shakllar, lekin shunchalik o'xshaydigan bir tamda jumosam yutqalim. Ranglari süpsüzük, maysiz, açıq emas, lekin shunchalik yeyishlikka maxsus cho'nglag'il atab qildi. Bugun istayotganda sizlarga cho'qim yaraydi sum yutqalarim. Ammo siz yuraklarni bosqash ko'ringlar, yurakni bosmasangiz sizlar yarimidan biza ko'ngli heri qoldi ketdiqlar, hardiqni bir chiqaringizlar. Oldi bilan saylarni axlab, to'ngtozdan chilab, lobo so'zlarni shalab, saylarni inchik to'rab deganda kamil tayyor qilib olamiz. Endi shalvaga sabzi lobolarni tuzlab o'tirimiz. Jumi suvda qaynatib o'tirdiganlarma baki. Uningdan ko'ra sabzi lobo degan xamisim bo'ldigan nimlar bo'lgandiki, tuzlasak sayniki rangi o'g'ay, tam bo'g'ay qati chiqadi. Ammo yeshil saylarga amal yo'q. Azaraq tuz, azaraq may qo'yib 10 sekund qaynoq suv bilan yumshatib olsak, ma to'ngtozdan bek inchik emasmi? Laza dirang-dirang o'qamay chiroyli chiqadi. Bala ham saylarni lazım yumshatsak hojati yo'q bo'lmasa, am bo'lani so'g'oq suvda chaqab, qozonga may qizitqash turimiz tuqqanlar. Alnuri yeshil o'chimidagi tunji siqim 1-darajali sarangizni mayni qizitqimiz keldi. Bugun bir xil xushpuraqa, ta'mi yaxshi meyimizniki jumut tuqqanlar sog'lomliklar uchun ham tovoqlarniki o'xshab ketish uchun cho'qim alnuri maylarimizni ishlatishni tavsiya qilamiz. Meyimiz qiziqchan sabzi lobalan suyini siqib, ekimani azaraqlar saylanki tuz asosan tetqalamiz, bizani tuz solamiz. Endi hardambaqdagi tomoqxonlari sho'rgaylarni iqtib turib yedigan yansaniki xurish keldi mana tuqqanlar. Hardambaqdagi tayyor tetqisini ishlatgan ekanlar tuzli boshqa tamquri silishlarga hojat yo'q jumut tuqqanlar shunchalik o'xshaydi. Bu cho'nglar atib qolgan yansay bo'lganki bek mayli qo'ketmagay deb qizitgan meyimizniki yermini avalduqa, ekimas sonjan adi son piyozdan sep yumshagandiki samsoqni yermini sep xushpurg'in chiqarib olamiz. Akin lazoni bilan hardambaqdagi so'q tetqisini aralashtirib olgan machu shuniki yermini ma qozonga qaga yermini sayda to'piga soldim jumum. Mana jingimizmi tayyor bo'ldi tuqqanlar issiqda sayda to'piga qo'yamiz buni. Aka ochiq suv bilan bir qo'shiq lazini ham biz qizartmasak bo'lmaydi emas, bir qo'shiq lazini aralashtirib to'pisiga qo'yib aralashtirsak bo'ldi tuqqanlar. Amiz tuqqanlarim o'zlari bu naqshani qilib baqsa eg'izlarga cho'qim tetdi.